Infinix Note 50 Pro telefonimiz sotadi. Ko'pchilik so'ragan telefonlarimizdan holati idealini qilib beramiz. Aybi nuqsoni yo'q. Korobka, dokument, zaryadchi, bunaqangi chiroyli chexollari, besprovodnoy zaryadchilari bilan olasizlar, ishlatasizlar. Holati ham ideal holatda. 12 operativga 256 GB xotirasi bo'ladi. Dizaynini ko'ringlar. GPL kolonkalar, batareyalar ham moshni 5200 mi, 5,5 amper batareya bo'ladi. Ekranlari ham tana kolonkalari, ovozlari baland holatda. Zaryadchi ham yo'q bor. Telefonimizni xarid qilish uchun marhamat, aloqaga chiqasizlar. Narxini 2,550 ming so'mga qilib beramiz. 3 oydan 12 oygacha muddatli to'lovga ham chiqarib beraveramiz. Barter qilish xizmati ham bor. O'zingizlarda bor telefonni berib ustiga plyus minus kelishdi. Bu telefonni olsanglar ham bo'laveradi. Holat yaxshi bo'lsa bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa marhamat, aloqaga chiqasizlar. Aytib o'tganimizdek muddatli to'lov shartlari birgina pasport evaziga boshlang'ich to'lovlarsiz qilib beramiz. MIBdan MIBdan qarzdorlik bo'lmasligi kerak, kredit bo'lmasligi kerak nomida bo'ldi. Qolgan narsalari chiqaveradi. Birgina pasport evaziga boshlang'ich to'lovlarsiz.